90. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundak diyen: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. İlim talep qilish her bir musulmonning farizidir. Qaysi bilimni her bir musulmonning bo'ynidagi fariz deb atasak bo'ladi. Qaysi amallarni Alloh taolo musulmon odamga o'rinlashqa farz qilgan bo'lsa, shu amallar to'g'risida bilimni elishmu farzdir. Masalan, 5 vaqt namozni bir musulmon ikkinchi musulmon uchun bu vazifani atqurishi mumkinmi? Yo'q, chunki bu har bir odamning bo'ynidagi vazifa va uni boshqa odam atqura olmaydi. Demak, bundaq amallarni durust atqurish uchun ilm talab qilish kerak. Buning to'g'risida bilim elish har bir musulmonning farzidir. Odam bolasining ajali kelib, ko'zi yumilganda, yeniga farishtalar kelib, Rabbing kim? Dining qaysi? Payg'ambaring kim degan 3 savol so'raydi. Bu so'roqlarga javob berish uchun Allah subhanahu wa ta'alaning kim ekanligini, uning haqqi nimada ekanligini bilish kerak va uni atqurish kerak. Islom dinining asoslarini va necha turiga bor ekanligini, Söyümlük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanını ve onun sünneti to'g'risida ilim talab qilish ve onu amalga oshirish her bir musulmonning farzidir.